Yaxshi chiqarib berishga emasmi? Qarang, bu qizlar implanti bu 100% eshitishi ta'minlaydi. Mana bu jarrohlik yo'li bilan qo'yiladi ichkariga va narujniy taqib olasiz. Bir-birini magnit yordamida sizga menga o'xshab eshitishni boshlaydi. Eshitish qobiliyatini kuchaytirib berar ekanda. Narlik bedavo emas, eshitganmiz. Uni bilamiz. Uni davolar chiqdi. Hop, masalan, taqdir bo'lib, shunaqa qizlar implanti taqilgan kuyov yoki kelinni qabul qilgan bo'larmisiz? Qilamiz, nega qilmaymiz? Taqdir bo'lsa, boylab qo'ysangiz bo'ladi. Siz qabul qila olasiz. Qila olamiz. Briket. Na, quloq uchilyapti, quloqdan. Ovoz kuchaydi. Ha, uchilyapti. Hop, siz nima deb o'ylaysiz? Bu 100% eshitish ta'minlay oladimi? Men 100% bo'lmasa kerak, endi bilmadim yana. Bu yuraknimi, nimadir anaqa qiladigan. Kasalga buni qo'liga taqib qo'yadi. Ha, pulsiga. Global savol. Global zavod. Nima? Nima deb o'ylaysiz? Quloqga bo'lsa kerak bu ham. Naushnik qanaqadir. Operatsiya yo'li bilan elektrod qo'yiladi va narujniy taqsiz siz bilan menga o'xshab insonni eshitishni boshlaydi. Ha. 100% ta'minlab beradi eshitishingizni. Hop, bu haqida informatsiyaga ega bo'ldingizmi menimcha? Ha. Hop, sizga yana bitta hayotiy savol. Masalan, nevaralaringizga yoki farzandlaringizga shunaqa kuyov yoki kelin taqdir bo'ladigan bo'lsa, siz uni qabul qila olasizmi? Qadar bo'lsa shunaqa qilamiz, taqdirda bo'lsa endi. Alloh alam, Alloh biluvchi endi. Ha, endi voy u. Ikkilanmasdan qabul qila olasizmi yoki ozgina masalan uni taqdiri haqida, kelajaligi haqida o'ylab ko'rasizmi? Endi tabiiyki odamzodmiz endi sal xayol o'tishi mumkin. Endi baribir o'shanga agar taqdirda bo'lsa, o'shanga Alloh rozi bo'lib qabul qilamiz inshaalloh.